Hürmetlik Şərq Türkistanlı qeyrindaşlar. Şərq Türkistan Xəbər Agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşənlərini qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Bugün Hindistan Cumhuriyeti Müstəqilliğinin 77 yıllık xatırı günü. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Twitter hesabıdan Hindistan Cumhuriyeti və xalqının müstəqilliğinin 77 yıllığını təbrikləydiganlığını, Şərq Türkistan və Hindistandan ibaret iki dövlətnin güzel gelişik üçün möhrünü möhrəyə tirib kürəş qilishni ümid qildiganlığını bildirdi. Xitoy iqtisodining taraqqiyoti to'salg'iga uchragan. Yahoo iqtisod xabar torining 15 avgust kunidagi xabariga qaraganda, koronavirusdan keyin Xitoy iqtisodi tartibga solinmay, xalqaraning mo'ljiridagidan xeyli uzoqda qolgan. Navbatdagi masala pul paxalligi, lingshib qilayotgan mol-mulk bozori va nupus qurilmasiga markazlashib qolgan. Xitoy Davlat Statistika idorasi iste'molchilar baho ko'rsatkichining har yili 0,3% tuvanlab, pul paxalliqqa kelib chiqqanligini xabar qilgan. Xitoyning tashviqot kanining biri bo'lgan iqtisod gazetining xabariga qaraganda, Beijing iqtisodshunoslarga salbiy ta'sir ko'rsatgan yoki pul paxalliqiga aloqador so'zlarni qilmaslikka chaqirgan. Xitoyning nacharlashayotgan iqtisodi Yaponiyaning 30 yil burungi iqtisodiga selishtirilgan. Mutaxassislar ikkisining bir-biridan farqlanadiganligini aytgan. JP Morgan strategiyachilari agar Xitoy Yaponiyaning o'rniga tushib qolishdan saqlanmoqchi bo'lsa, cho'qim uy-mulk bozorini muqimlashtirish va yashangan nupus masalasini hal qilish kerak degan. Mutaxassislarning so'ziga qaraganda, Yaponiya iqtisodi 30 yil ilgari taraqqiyoti asta bo'lish, mol-mulk bahosining tuvanlishi va turalg'u masalasiga duch kelgan bo'lib, Xitoyning hozirgi ahvoli uninkidan yaxshi ekan. Xitoy atalmış Şinjandagi chorvachilarga dinga qarshi turish tashviqoti elib borgan. Zimiston qish xabar torining 9 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Qizilsuv oblasti Ulug'chat noyisining Qiziloy yezliq soqchixonasida ishlaydigan Zaynur Isoq ismli bir soqchi Uruchatti bozorining 200 kilometr yiroqligidagi yuk tashi yaylig'iga berib, podachilarga dinga qarshi turish tashviqoti elib berib, hukumatning alayida maqtishiga sazovor bo'lgan. Dengiz yüzüdən 4500 metr egizlikdagi bu joyda qirg'iz chorvachilar padallarini o'tlatadigan. Rasmiy tashviqotlarga qaraganda, bu Zaynur ismli soqchi ayolning shaxsiy tashabbusi bo'lib, u podachilarning qonunliq din, qonunsiz din va bid'atga munosabatli siyosatlardan xabarsiz qolganligidan ansirab, tashviqot so'mkasini olib, soqchi mashinasi bilan yayloqqa berib, podachilarga ulish uchun yana 4 soatdan ortiq yo'l yurib, podachilardan qonunliq din, qonunsiz din va bid'atning farqini biladigan yoki bilmaydiganligini, menga yuyish haqida ma'lumotga ega yoki emasligini so'rgan. Qattiq jafolik sharoitda turmush kechirayotgan podachilarga xuddi Marsdan odam kelgandek tuyulgan. Zaynur ismli bu soqchi ayol ularga yaxshi bir Xitoy fuqarosi bo'lish uchun bilimga ishonish kerakligini, axloq nuqtasidan qaraganda qonunliq 5 dinga ishonsa bo'ladiganligini, ammo uning bid'at va qonunsiz guruhlardan farqini bilishi kerakligini aytgan. Shundaqla menga yuyish orqali agashkichilarini jalb qilishni tavsiya qilgan. Gerçi e'lon qilgan tashviqotida qirg'iz chorvachilar tarafidan qizg'in qarshi e'linganligini aytgan bo'lsa-mu, chorvachilarning rasmiga qaraganda hayroni asda qolganligi, uning nima deyotganligini aniqlay olmaganligi oshkorlanib qolgan. Zaynur ismli bu soqchi ayolning Xupiyani safarining sababi bo'lsa, Xitoy istixborotining aloqador o'rinlar bilan hamkorlashishi natijasida Qirg'iziston chegarasidagi tizimga oldirmagan diniy jamiyatga qarata oldingi oyda boshlatgan zarba berish harakati ekan. O'rtadagi reallik tartishimsiz bir hol ekan, masalani to'g'ri nuqtadan kuzatish qobiliyati bo'lmagan birining, ya'ni kelib mansubiyatlanmagandimi, navbatda milliy irodaga vakil bo'lib turishda barmoq bilan ko'rsatishga bo'g'idek bir qurilmaga hurmat ko'rsatish tuyg'usi bo'lmagan birining bash hukumat ma'qulga keldi, 6-si bosh tortdi. Bundaq ketaversa, xalq buni e'tirof qilmaydi. E'tirofga erishish uchun 5-ning 6-si bo'lishi, bizning nazoratimiz ostiga kirish kerak jumlasini qurishning o'zila buning isloh xarakterlik ish emas, suyuqlantirishdan keyingi, ya'ni kelib necha yildan beri ichidan kirsiz yaratib chuvish amalga oshmagandan keyingi yana bir qatimliq tashqi mudohala deyishdan boshqacha tushunish mumkin bo'lmaydi. Chunki qora oq qora qilinib suyuqlantirilgan bir paytda qora qilingan oqning qoraliqini yoki bo'lmasa oq qilingan qorning oqligini qubullantirishga majbur qilib qistashdan ortiq suiqasd va nacharlik bo'lmaydi. Bo'libmi xalq nazarida amaliy faoliyat qilayotganligi kunda degidek ko'rinib turayotgan bir tashkilotni, ya'ni kelib atalmış baş hukumat otliqlar bilan bo'lgan tartishmasi hech kun tartibda bo'lmagan bir vaqtda
Әтәй bu temini көтürüp chiqib, ishni surgunda hukumatdan boshlash kerak deganlikning ma'nosi ichidan o'rib to'z salmaganni teshidan chumoq so'qib bo'lib kerak degandan jiq farqi yo'q iddia bo'lib qoladi. Navbatdagidek xalqaro sahnalarda aktiv faoliyatda bo'layotgan, mundaqcha aytganda bir bilan ishlab ketayotgan, yana kelib ideologiyasi sog'lom ravishda ketayotgan bir mezgilda bundaq bir urinishni bozorga selishning tashkilotning mexanizmini sirtdan chumoq so'qib cho'qib etish, hamjotlarga tayangan sistema atliq qutanga sulab buzib kardan chiqarish urinishidan boshqa ma'nosi bor degili bo'lmaydi. Chunki mazkur siyosiy vankempirlarning mavjud surgunda hukumatni harmonlashtirish ideyasining hamda atalmish 5 hukumat bilan birlashtirgandan keyingi o'tirg'a qo'ygan modelining mavjud surgunda hukumatning navbatdagi tashkiliy qurilmasi va mexanizmisidanmi a'lo bo'lmaganligi, aksicha tayin yo'q bahonalarga asoslanayotganligi o'z izohatlaridan ma'lum. Shundaqla bunda hamjotga tayinib olib bapilishib yurishning navbatda qo'ldan kelishicha o'z ishini qilib ketayotgan hukumatning mexanizmisini buzib etish, ichida xizmat qilib ketayotgan a'zolarning umumyuzlik xizmat tartibi va funksiyalarini qayta xizmat taqsimoti shakllantirish orqali ostin-ustin qilib avar qilish ekanligi ularning o'z bayonidami ma'lum bo'lib turadi. Yig'ib aytganda, navbatdagi amaliy talab taqozo xalq orasidagi aqliy va moddiy kuchlarni to'plab ideologiyalik va tashkiliy sog'lomlikni birinchi o'ringa qo'yib kelayotgan mavjud surgunda hukumatni yanama dinamik holga keltirish, chingitish va cho'ngaytish aqlanlik bo'layotganda bir uchun vankempircha zihniyatlarning chiqib ta'tir muqam to'lab yurishi, xalq sistema qatorliq suiiste'molga ochiq huquqlarni kelmas urg'ulab turib, haqiqiy ma'nodagi siyosiy qurilmadan bakrak siyosiy qo'tan yasab chiqish propagandasini bozorga selish qilayotganlarning bir turlik siyosiy fitnaga ul selish, tili boshqa, dili boshqa g'arazlar uchun yo'l hozirlash ekanligini ko'rsatib berdi. Burhan Muhammadning siyosat to'qimishining vankempirlari nima deydi nomli maqolasidan ilindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.